Diqqat! So'nggi kunlarda Qozog'iston Respublikasi hududlarida ob-havoning keskin sovishi natijasida yo'llarda harakatlanish bilan bog'liq noqulayliklar yuzaga kelmoqda. Magistral yo'llarda kuzatilayotgan kuchli qor bo'ronlari hamda muzlama holatlari natijasida yo'l transport hodisalari keskin ko'paydi. Ayniqsa nosoz, litsenziyaga ega bo'lmagan va texnik talablarga javob bermaydigan transport vositalari ishtirokida og'ir oqibatli avariyalar qayd etilmoqda. Migratsiya agentligi qat'iy ravishda ogohlantiradi. Noqonuniy, litsenziyasiz taksi va avtobuslar xizmatidan foydalanmang. Texnik holati nosoz transportga chiqmang. Imkoniyat bo'lsa, poyezd yoki samolyot orqali harakatlaning. Faqat rasmiy, litsenziyaga ega tashuvchilarni tanlang. Yo'lga chiqishdan oldin ob-havo va yo'l holatini albatta tekshiring. Har bir bee'tibor qaror hayotingizga xavf solishi mumkin. O'z hayotingizni va yaqinlaringizni asrang.